O'rtoqlar, 8-mart hali uzoqligiga qaramasdan onajonimga atalgan sovg'ani aynan shu kun berishga qaror qildim. Bugun onamga sovg'a qilmoqchi bo'lgan narsamni 5-6 oy oldin o'zim ham ishlatib ko'rganman. Zo'r jonni rohatimligini bilganim sababli onajonimga ham shu narsani ravo ko'rdim. Hozir birgalikda topshiramiz. Ketdik. Yo bismillah. Oy, uydamikan? Menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam o'ltirib yonimda yotgan. Bu mening onam, har bir istagim. Onam sovg'a yoqdimi? Yoqdi, to'qqaningga baraka bersin. Rahmat, siz duo qilib tursangiz bo'ldi. O'rtoqlar, 3 yil o'zini garantiyasi bor, undan tashqari 7 yil servis uslugalari bor. O'zlari kelib hamma narsasini tushuntirib, biron narsasi, biron joyi, biron narsa bo'lib qolsa, o'zlari to'g'rilab berishadi. Agar siz ham shunaqa pilistos olmoqchi bo'lsangiz, kimgadir sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga yoki pastdagi profilga murojaat qilsangiz